Bugun mamlakatimizda tibbiy xizmat ko'rsatish tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Maqsad har bir fuqaroning sog'lig'iga e'tiborni kuchaytirish, tezkor, sifatli va xalqchil tibbiy xizmatni yo'lga qo'yishdir. Bulung'ur tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida amalga oshirilayotgan ishlar bunga yaqqol misoldir. Yaqinda ushbu poliklinikaga tibbiyot sohasida 30 yilga yaqin tajribaga ega bo'lgan tajribali shifokor Farhod Keldiboyevich Ahmedov mudir etib tayinlandi. Uning rahbarligida jamoa sog'lom raqobat va birdamlik ruhida faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda poliklinikada 87 nafar shifokor, 226 nafar hamshira, 26 nafar kichik tibbiy xodim faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular 39 mingdan ziyod aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishmoqda. Tuman hududida joylashgan 11 ta mahallada tibbiy xizmat qamrovini kengaytirish maqsadida 14 ta sayyor tibbiy ko'rik tashkil etildi. Bu ko'riklar davomida endokrin, kardiologik, onkologik va boshqa turdagi kasalliklar aniqlanib, zarur muolajalar belgilab berildi. Ayniqsa ehtiyojmand va nogironligi bor fuqarolarga nisbatan alohida e'tibor qaratildi. Ulardan 800 nafaridan ortig'iga 28 turdagi bepul dori-darmon vositalari tarqatildi. Bu esa aholining tibbiy xizmatga bo'lgan ishonchini yanada oshirdi. Prezidentimizning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi doirasida poliklinikada qator yangiliklar joriy etilmoqda. Yo'laklar ta'mirlanib, nogironlar aravachalari uchun qulay panduslar o'rnatildi. Qariyalar hamda bolali ota-onalar uchun alohida o'rindiqlar tashkil qilindi. Shuningdek, hojatxona ta'mirlanmoqda. Ona-bola xonasi yaratilayotgani esa qulayliklarni yanada oshirmoqda. Zamonaviy elektron order va elektron navbat tizimlarini joriy etilishi esa bemorlarga xizmat ko'rsatishda qulayliklar va shaffoflikni ta'minlamoqda. Poliklinikada Gulchehra Tog'ayeva, Jasur Boybutayev, Husan O'sarov kabi yuksak salohiyatli shifokorlar, shuningdek, mehnat fidoyilari sanalmish hamshiralar Rohatoy Rahmonova, Farida Xudayyorova, Shahzoda Malikova o'z kasbiga sadoqati bilan el mehrini qozongan. Shu bilan birgalikda shifokor va patronaj hamshiralar uyma-uy yurib aholining sog'lom turmush tarziga o'rgatish, tuz va shakar iste'molini kamaytirish, piyoda yurish va jismoniy faollikni oshirish yuzasidan targ'ibot ishlarini muntazam olib borishmoqda. Jamoa har shanba kuni 5000 qadam aksiyasi doirasida birgalikda piyoda yurishni an'anaga aylantirishgan. Bu faqat jismoniy sog'lomlik emas, balki jamoaviy ruh, hamkorlik va birlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bulung'ur tumanidagi ushbu markaziy poliklinika misolida ko'rish mumkinki, tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan tizimli o'zgarishlar ortida sog'lom avlod, barkamol jamiyat va xalq manfaatini ko'zlovchi fidokorona xizmatlar turadi. 2025-yil 19-mayda yurtboshimizning 88-sonli farmoni chiqdi. O'sha farmonga binoan butun O'zbekiston Respublikasida tibbiyotga bo'ladigan munosabatlar umuman o'zgarib ketdi. Bu bilan nima qiladi? Aholiga birdamchi sanitariya tibbiy yordam ko'rsatish yangi model yaratilyapti. Bundan tashqari, mana shu birdamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatini yagona yondashuvga o'tyapmiz. Bu bilan bizlar aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishda birdamchi tibbiy sanitariya yordam ulushini 70% ga oshirishga maqsad qilyapmiz va sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish bo'yicha bu degani, ya'ni qog'ozboz kamaytirish oqibatida tibbiyot xodimlariga bo'ladigan yuklamalarni 30% ga kamaytirish degani. O'shaning oqibatida bizlarga bo'ladigan har qanday imtiyozlarimiz, xalqqa bo'ladigan imtiyozlarni ko'paytirish, ularga amaliy yordam qilishga o'tamiz. Aholining birdamchi sanitariya tibbiy yordamining rozichiligini olish maqsadida 85% ga oshirish mo'ljal qilingan. Bundan tashqari, mana shu tibbiyot xodimlarimizning mana shu tibbiyot sohasi bo'yicha qilinadigan ishlar yuzasidan ularning moddiy tomonini rag'batlantirish, har tomondan ko'maklashga olib borilyapti. Bundan tashqari, tibbiyotda 90 kunlik o'zgarish vaqti dasturi qabul qilindi. Bu bilan biz mana shu tibbiyot muassasasiga keladigan har qanday aholimiz, nogironlar, kasallar, bemorlarimizga ularga sharoit yaratish, ya'ni qabullarni raqamlashtirish, ularga kirib chiqish yo'laklarini yaxshi tashkil qilish. Bundan tashqari, ularni kutish zallarini tashkil qilib, ularni kutish zallarida ko'p vaqt ketkazmaslik uchun elektronlashtirish, raqamlashtirish orqali, ya'ni uyda turib, parkingga elektron yo'llanma, elektron navbatga qo'yish asosida bu yerda o'z vaqtlarini qisqartirishga erishish kuzatilyapti.